Assalamu alaikum muhtaram televizor ko'rib atqaninglar Erkin Osiyo radiosi to'g'ri televiziyasining Abdul xabarlar programmasi. Mazkur programmamizda mush bir hafta jarayonida Uyg'urlarga doir berilgan bir qism muhim xabarlarimizni eslatib o'tmoqchimiz. Men Erkin. Men Gulchehra. Nyu-York vaqti gazetining yangi yillik soniga besilgan Xitoyning yuqori besimliq taqibida g'azab o'ti qaynayotgan Xinjiang nomli maxsus maqola e'lon qilingandan keyin xalqaro jamiyatda kuchli inkas paydo qilgan. Jurnalist Andrew Yakubus mazkur maqolasida Uyg'ur elidagi masjidlarda ilgari kanayda yangrab turadigan azan ovozining hozir tamoman o'chganligi, ota-onalarning bolalarga qo'ygan musulmoncha ismlarni o'zgartirishga majbur bo'layotganligi, shuningdek doiralarning Uyg'urlar bilan Xitoylarning to'ylashishini rag'batlantirayotganligi qatorliq bir yurish masalalarini amaliy faktlar bilan o'tirg'a qo'ygan. U Uyg'ur jamiyatini go'yo g'azabdan qaynayotgan qozonga o'xshatgan. Kuzatuvchilar mazkur maqolani Fransiya muxbiri Ursula Gauterning Xitoyning o'g'isini qaynatgan maqolasidan keyingi Uyg'ur masalasi bo'yicha diqqat qo'zg'agan yana bir muhim maqola deb qaramoqda. Uyg'ur Avtonom rayonluq partikomining sekretari Zhang Chunshan 31 dekabr kuni Urumchida so'zlagan yangi yillik nutqida 2015-yili Xinjiangda diniy oshqunlik kayfiyati ko'rinarli susladi degan. U so'zda rayondagi diniy oshqunlik kayfiyatining suslashishida doiralarning bu jihatdagi qattiq qo'l tadbirlarining muhim rol o'ynaganligini alayda ta'kidlagan. Zhang Chunshanning bu so'zi xalqarodagi kuzatuvchilar va bir qism mutaxassislarning kuchli inkosini qo'zg'adi. Amerikadagi Uyg'ur ziyolilaridan doktor Qaharbarat apandi bu vaqt inkos qaytirib, doiralar Uyg'ur diyoridagi diniy faoliyatlar bilan diniy qiyofatni vaqtliq kontrol qila olsa-mu, ammo e'tiqodchilarning qalbidagi diniy tendensiyani kontrol qila olishi gumonliq dedi. Uyg'ur elidan ma'lum bo'lgan uchurlardan qaraganda Taklamakandagi kichik Meyran qadimiy qabristonligining yarimidan ko'pragining o'g'irlanganligi va buzg'unchilik uchirganligi ma'lum bo'ldi. Egallanishicha kichik Meyran xarobasi buningdan 10 yillar ilgari Xitoyning mamlakat bo'yicha nuqtaliq qo'g'dilgan madaniyat yodikorligi tizimiga kirgizilgan. Ammo yerlik doiralar texnik yaqindala bu joyga qo'g'dash punkti ta'sis qilgan. Kichik Meyrandagi qadimiy qabrlarning buzg'unchilik uchirishi xalqaro ilm sohasining diqqatini qo'zg'amoqda. Mutaxassislar Kichik Meyrandan qazilangan tepilmalarning insoniyat madaniyat tarixini, jumladan Uyg'ur madaniyat tarixini tadqiq qilishda intayin muhim ahamiyatga ega ekanligini ta'kidladi. Uyg'ur elidan egallangan uchurlardan ma'lum bo'lishicha, yangi yilning oldi keyinda Xitoy saqchilarining rayondagi ahli iqtidorliq yanfon ishlatuvchilarga bo'lgan kontrolligining haslab kuchayganligi ma'lum bo'lmoqda. Xabar tepishimizcha, ahli iqtidorliq yanfon yoki tor ishlatuvchilarga bo'lgan cheklama Uyg'ur elining janubiy viloyatlarida, bo'libmi Xotan rayonida hammadan kuchli ekan. Yangi yilning oldi keyinda 24 soatlik navbatchilik vazifasi o'tayotganligini bildirgan Gumunayisining Mokuyla yezliq saqchixonasi navbatda tavallikdagi yoshlarning yanfonlarini jiddiy turda kontrol qilayotganligini bildirdi. Xotandagi muqimlik kadrlari bilan yerlik aholilarmi radiomiz ziyoratini qabul qilib, Xotan tavasida undidor qatorliq ijtimoiy uchur vositalarini ishlatish mumkin emasligini dalilladi. O'tgan hafta Shvetsiyadagi Sharq Turkiston tashviqot markazi Payzovatning Terim yezisida 2 nafar Uyg'ur yoshining bir soqchi tarafidan etib etilganligini xabar qilgan edi. Xabarda voqeaning bir oy avval bir masjid oldida yuz berganligi, o'qchi qolgan xodimning Payzovatda vazifa o'tayotgan otishliq bir soqchi ekanligi tilg'ilingan. Ammo voqeaning tafsiloti haqida hech qanday uchur berilmagan. Radiomizning Payzovatdagi soqchixonlarga telefon qilib, naq maydondan ahvol egallash davomida mazkur voqeaning bir juma kuni yuz berganligi dalillandi. Uyg'ur ziyolisi Abduvali Ayub 1-oyning 7-kuni Anqarada radiomiz ziyoratini qabul qilib, o'zining ona til maktab boshqarligi sababidan 15 oy qamoqqa so'langanligini ilgari surdi. U o'z bayonotida Xitoy hukumatining o'zini qonunsiz mablag' to'pladi deb ayblashining asossiz ekanligini, asli sababining ona til yaslisi ochganligi ekanligini ta'kidladi. Abduvali Ayub o'zida ona til maktabi etish fikrining 2005-yili o'qish uchun Turkiyaga kelgan vaqtida tunji qitim paydo bo'lganligini, 2009-yili Amerikada o'qish jarayonida kuchlanganligini, 2011-yili 6-oyda vatanga qaytgandan keyin buni amalga oshirish uchun harakatga o'tganligini aytdi. Abduvali Ayub turmadan qo'yib berilgandan keyin yaqinda Turkiyaga kelgan bo'lib, hozir Anqarada turmoqda ekan.
Möhtərəm televizor köygüçülər, yuqorida Erkin Asiya Radiosu Tor televiziyasının həftəlik xəbərlər proqramını gördünüz. Kelər həftə görüşəyilik. Xeyir xoş. Xeyir xoş.